Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yurtdoshlar, Bag'at avtomarketdan sizlarga 55 million so'm pulga 2022-yilda ishlab chiqarilgan Yaxshi stansiyadagi Damas'ni gösteraman. Bu mashinamizni oldindan hech qanday to'lovsiz, ya'ni bir dona pasportni keltirib, avtokredit ham chiqarib ketib bilasizlar. Bir dona pasportni keldingizda prava talab etilmaydi, kerakmaydi. Pul ham shart emas. Hamma rasot o'zlarimizdan oylik to'lovimiz zo'r chiqadi. 1.900.000 so'mdan. Hop, 22-yil Damas Молочный Svetda metan gaz balonu bak, Rossiyasini aytib o'taman. Shu elde kapalakında bak. O'zi ko'rinib turibdi, Rossiyaning net o'rg'anlar rangi ajratgan. Boshqa joylar родной. Salon holatlari, chexol, lenonimlari bor. 45 kilometr yurib turibdi. 2022-yil Damas mashinamiz. Peshonamdan hali çatlaq temizə düşkən emas. Düzəltilməyən, hələ düşməyən çatlaq. Qılaflar ham açılmağan, bemalol gəlib tekşirib basalsa bo'ladi. Usta bratlar yapılmasa, Damas minib yurganlar ko'pchiligi biladi. Damazning kasali neda? Çok gelmedi. Gəlib görüb olaverasizlar. 55 million so'm narxi. Avtokreditda bir bilan pasport aytganinglar, adlarınıza kredit chiqsa bo'ldi, prava pul talab etilmaydi. Alik to'lov 1.900.000 dan 5 yil qiziqqanlar mashina Bag'at avtomarket arzon bozorda sotuvda turadi. Boshqa turdagi mashinalarım bor, hurmatli yurtdoshlar. Bemalol kelsangizlar bo'ladi. Agar o'zlaringizdan sotib olgan mashinalar bo'lsa, ikkalar orasida sotib olamiz, naqd pulga sotib beramiz.